Mana aziz do'stlar, yana eksperiment sifatida mana shunday ko'k gidrogelga agremun konsentratiga botirilgan biz tol qalamchasini botirib ko'rishni anaqa qilamiz. Mana endi qo'ydik, hali hech narsa ilzotmadi. Endi bugundan qo'yilyapti. Mana shunga joylashtiramiz va natijasini ko'ramiz. Oddiy suvda va o'sha agremunga boy qilingan gidrogelda bitta joyda turadi bular va ko'ramiz natijasini. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana bir bor Pyotr Plexanov. Biz bugun tollarni ekish jarayonidamiz. Mana hozir hammasini qalamcha qilib qo'yganmiz. Mana shuni esingizda bor bo'lgan bo'lsa, biz mana bu bizani suyuq biohumusimizni agremunni mana shu gidrogelga botirganmiz. Ancha kattaroq edi sharchalari. Men bir haftaga ketgan edim. Mana hozirgi kunda bularni qalamcha bo'larmikin deb qo'ygan edim. Hali chiqarganim yo'q. Onlayn prямой efir. Hozir buni chiqarib ko'raman. Ana qarang. Sekin-sekin tomir berishni boshlashyapti. Mana bu hammasi chiqib turgan kalius. Lekin bunisida yana nima narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Men Devichi vinograd bilan eksperiment qilganimda sizlarga ko'rsatgan edim. Eng yaxshi natija edi yoki 100% agremunda yoki 100% suvda. Agarda agremun qisman qo'shilsa, nimagadir Devichi vinogradda ham yaxshi natija bermadi. O'shaning uchun agarda biz bu gidrogel sharchalaridan o'sha prosta qoldirsak, sal bir pastroq menimcha olsa kerak. Endi toza o'g'itga solmaslik uchun uni misol uchun aynan gidrogel sharlar agremunga qo'shilgan emas, balkim gidrogel suvga aralashtirganda qilsa bo'ladi. Lekin bu yerdan barglari chiqyapti. Bu degani bu qalamcha hali tirik va albatta bu hali natijani ko'rsatadi. Yana qo'yib qo'yamiz. Bu yerda sizga ko'rsatmoqchi bo'lganim mana tollarimiz. Bu tollar Amerikanka gigantskaya, ya'ni uzun o'sadigan tol. Bu tolni biz haligi chodir, yurta, iva va tol qanaqadir naveslarni qurish uchun ishlatamiz. Agarda esingizda bor bo'lsa, men sizlarga anaqada ko'rsatgan edim. Sunlight zavodida. Mana bu yerda yana 2-3 xil boshqa tollarni biz qalamcha qilganmiz. Mana o'zi ketgan. Mana barglari ketgan va o'zi основной bizani plantatsiyamiz mana buni orqasida bitta kamida bir menimcha 5 ta har xil turli tollarimiz bor. Majnun tolimiz bor. Hozir kun juda issiq, ozgina so'layapti, bargi quriyapti. Suvimiz kam. Hozirgi kunda ham bugun hamma yog'ini yozib anaqaga ekologiya ham jo'natganman. Rayonimizda suv yo'q, 3 kundan keyin bo'lar ekanmish. Mana har xil bor. Mana bu yerda majnun tollar bor, qora tollar bor. Mana Iva Amerikanka gigantskiy. Mana sharsimon o'sadigani ham bor, u yerda 5-6 tasi. Oq Iva, oq tol bor. O'shaning uchun bularni hammasini o'stirib keyin bezatish uchun har xil manzaralik ko'cha, manzaralik daraxtlar sifatida ishlatamiz. Agarda mana shu majnun tolni siz aynan dekorativ uslubida ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana biz cho'p orasiga aylantirib qo'yamiz, sal poyasini tekislash uchun. Keyin mana yondan chiqayotgan barglarni bunday yulasiz. Bo'ldi. Chunki bu kuchni oladi va bu kerak emas. Bizga ostepaga o'sib shakl berishimiz kerak. Buni har xili bor, qiyshiq o'sayotgani bor, tekis o'sayotgani bor. Bu hammasi to'g'rilanadi. O'zi asli buni arqon bilan tortib olsagan bo'ladi. Haligi kanop arqoni bilan. Shuni qilsak, ancha tez tekislanadi. Hali yosh bo'lgani uchun ozgina shakl bersa bo'ladi. Lekin asli mana anaqani atrofida o'ratib qilsak bo'ladi. Shu bizani tollarimiz, mana qora tol juda yaxshi o'syapti. Juda yaxshi kuch beryapti. Mana 3 metr bo'lib qolgan. Bo'ldi.
Va uni zo'r joyi shundaki, buni tagidan kessangiz, bu chiqaveradi. Bu chiqaveradi. Bu 2 yillik o'sha mana 3 metrdan baland. Mana shunaqa xabar berib turamiz. Bizani ish jarayonlarimiz haqida, boshqa mana shu bazamiz haqida sizlar uchun o'g'it, sizlar uchun har xil mahsulotlarni ishlab chiqarib, o'zimiz uchun ham ishlatyapmiz. Bir xilda qo'limiz yetadi, bir xilda qo'limiz yetmaydi. Biz qalban juda ochiq insonmiz, o'shaning uchun ochiq-oydin ko'rsatamiz. Mana quryaptimi, ulgurmadikmi suv solishga, quryapti. Yaxshi ketyaptimi, yaxshi ketyapti. Endi biz ham davlatimizda hozir suv kam, shunga ham bog'lanib qoldik. Mana misol uchun ariqni ham ko'rsataylik. Ariqda mana o'sha qancha bir haftadan beri suv yo'q. Mana qalamcha qilib qo'yganmiz, qurib yotibdi. Yaxshi ham ozgina ildiz olgan o'sha. O'shaning uchun berdi. Lekin mana biz ham hammaga o'xshab shunga bog'liqmiz. Lekin mana shu oq va qora tollar juda yaxshi ketyapti. Natija juda yoqadi menga. Soya beradi, keyin yog'och ham beradi, o'tin qilishga misol uchun. Bu ham bunaqa qilib ishlatsa bo'ladi. Mayli, sog' omon bo'linglar. Sizlar bilan birga Pyotr Plexanov bo'ldi. Gullaringizdan tabassum hech qachon arimasin.